Chiqinglar. Sizlarni ketib tepib damas chiqarib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldinga o'tish. Eski do'stlar Eski do'stlar Yaqinjir. Mana ular ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 da o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? Qachon o'tiramiz? O't, ikkinga o't, master class. O'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshamanda o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yoz ikkinga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli gap bo'ladi. Yap. Sinfdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketmay yozib ham turish kerak. Agar guruhingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Arvochchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lish kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishni ko'rasan endi birgacha. Bolalar ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchab qilib turinglar. Dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Daji ayollar damoqdan chiqadi. Bizlar qachon chiqamiz? Qayga? Ey, jo'ra xafa bo'lmaysan, xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasini bizni kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmasa, biznikilar xotindan qo'rqib toqqa chiqa olmayapti. Ha, sinfdoshlar, qachon biz ana bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon?